azizlar. Nima boshladik yana. Sokolni dubl mix urib chiqib, har 50 sm ga dubl uramiz va to'qib sim to'qaymizda. Keyin bunaqasini 6 sm qilib, yenini 6 qilib balandligini hozir bu yog'ini 50 ga oldik, hamma joyi har xil chiqyapti, yeri har xil o'ynagan. Bu yog'i 53 boryapti, narigi uchi 60 ga boryapti. Yana boshqa joyi 40 ga borib taqalayapti. Bunaqa qilib boramiz. Ishga to'qalam qildik mana. Modelga olingan bu. Asilbek mana buni ham jilkasini bog'ladi, chiqib ketibdi-ku. Mana modelga olingan bu to'liq. 6 sm dan qilib chiqarib beramiz. Mana buni eshik debdi bog'lagan. O'zib ketdi. Atkoslarimiz ham bitti hisobi. Hozir chalashlar qolgan atkosda. Kimni qiziqtirgan taklif savollar bo'lsa kommentariyga yozib qoldiringizlar. Javob qaytarishga harakat qilamiz. Bizga kuzatishda davom eting. Kanalimizga yangi bo'lganlar obuna bo'lishni unutmang. Har sog' salomat bo'linglar. Qattiq tortsang boradi, cho'ziluvchi bu.